Bu mübarek ayının her keçisi bereketli bolsunmu, şu keçilerning ichida eng aziz ve mübarek bo'lgan bir kecha bor. U kechini topadigan kishi o'tib ketgan umrini qaytarib olaydi va qilgan gunohlarini yuvib oladigan tipilsiz bir fursatga erishadi. U bo'lsunmu Qadr kechisidir. Zamanlarning eng avzili Payg'ambar alayhisolamning guvohligi bilan Payg'ambar alayhisolam yashagan zaman va uningdan keyingi sahoba va tabiinlarning zamoni. Payg'ambar alayhisolam bu haqda zamanlarning eng yaxshisi mening zamanim. Uningdan qolsa uningdan keyingi sahobalarning zamoni. Uningdan qolsa uningdan keyingi tabiinlarning zamoni degan. Makonlarning eng avzili bo'lsa Makka, Medina ve Mescid-i Aqsadır. Peygamber aleyhisselam bu vaqtda 3 mescidden başka o'ringa alayet safar qilinmaydi. Ular Mekke, Medina ve Mescid-i Aqsadır degan. Aylarning eng avzili Ramazan oyi, kunlarning eng avzili bo'lsa Juma kunidir. Bu muborak ayning har kechasi bereketli bo'lsa-mu, shu kechalarning ichida eng aziz va muborak bo'lgan bir kecha bor. U kechini topadigan kishi o'tib ketgan umrini qaytarib olaydi va qilgan gunohlarini yuvib oladigan tipilsiz bir fursatga erishadi. U bo'lsa-mu Qadr kechasidir. Alloh taolo bu haqda shunday deydi: "Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr." Leylatul Qadri hayrun min alfi shahr. Biz Qur'onni haqiqatan Sheva Qadrda nazil qildik. Sheva Qadrning nima ekanligini bilamsan? Sheva Qadri sharaf va fazilati 1000 oydan ortiqdir. Undaqda u kechini qanday topamiz? Albatta, payg'ambarimiz hadislarda ko'rsatgani bo'yicha Ramazonning kechlarida, bo'libmi Ramazonning oxirgi 10 kunning kechlarida. Uning ichidan bu 10 kunning ichidagi taq kechalar topa olamiz. Undaqda bu kechada qanday ibodat qilamiz? To'g'ri, bu taq kechalarda uxlamasdan Qur'on o'qiymiz. Uzun tahajjudlarni o'qiymiz. Ammo bu kishining eng buyuk ibodati bo'lsa Oysha onamizning bizga o'rgatgan ibodatidir. U ibodat bo'lsa duo qilishdir. Oysha onamiz payg'ambarimizdan agar Qadr kechasini topsam qanday duo qilaman deb so'raydi. Diqqat qiladigan bo'lsak, Oysha onamiz payg'ambarimizning qaysi ibodatlarni qilay demasdan qanday duo qilay deb so'raydi. Payg'ambarimiz buningga javoban Allohumma innaka afuvun tuhibbul affa fa'fu anna. Ya'ni ey Alloh, sen kechirguchi, afu qilg'uchi zotsan. Afu qilishni yaxshi ko'rsan. Meni kechirgin deb duo qiling dedi. Alloh taoladan ushbu afuni tilashga loyiq bo'lish, o'tmishimizga bir qo'r qarab chiqib qilib gunohlarimizga chin qalbimizdan tavba qilishimiz. Shundaqla Allohim bir qatim qilib soldim. Buningdan keyin hargizmi qilmayman. Men afu qilgin deb pushaymon qilish bilan ro'yobga chiqadi. Bu shaklda duo qilishimizning hikmati nimada acaba? Qadr kechasi 1000 oydan afzalroq bir kecha. Bu bir kecha 1000 kechadan emas, balki 1000 oydanmi? Yani 83 yıldan afzalroq bir kecha. Mundaqcha qilib aytganda, bu bir kechani bir umrning bedeli desek mi bo'ladi? Demak, bu ulug' kechada ibodatlarimizning javhari bo'lgan duo qilish orqali Allohning mag'firatiga erishishimiz eng yaxshi amal hisoblansa kerak. Bu afu mag'firatga erishish uchun Allohga tavbatan nasuha, ya'ni samimiy, haqiqiy tavba qilishimiz va gunohlarimizdan poklangan holatda do'zaxdan qutulishimiz lozim. Qadr kechasining siri mana shu. Qarindoshlar, shuning uchun Qadr kechasidan iborat Ramazonning sir kechalaridan savobi eng yuksak bir kechada Alloh taolaning mag'firat, jannat va bir umrdan ortiq savob va'dasini unutmaylik. Gunohlarimiz qancha cho'ng, qancha ig'ir bo'lsin, bu umidni asla unutmaylik. Chunki mu'min degan Allohning jannati va mag'firatiga umid bor kishilardir. Qadr kechasi Allohga qaytolish, Allohdan mag'firat va rahmat tilash kechasidir. Hargizmi yemak, ichmak va gap setish kechasi emas. Qadr kechasi Alloh taolo bizni afu qiladigan kechadir. Qadr kechasi haromlarga alvido deydigan kechadir. Qadr kechasi osmon bilan zamin tutishadigan kechadir. Qachonki Alloh ey qulim deb bizga rahmat nazar bilan qarab, bizni huzur qabul qilsa, o kecha bizning Qadr kechimizdir. Alloh hammamizni umrimizni yangilanishga, bu buyuk savobga erisha olishga nasib qilsin. Qadr kechasini bizlarga musharraf qilsin.